Abduqodir Husanovning unashtiruv marosimi bo'lib o'tdi. Joriy yilning 17-mart kuni Manchester Cityning o'zbekistonlik himoyachisi Abduqodir Husanovning unashtiruv marosimi bo'lib o'tdi. O'sha kuni Husanov terma jamoaning umumiy mashg'ulotlarida ishtirok etmagandi. Ma'lum bo'lishicha, Husanov zamonaviy talqinda aytganda Marry Me marosimida qatnashgan. Marosim Toshkent viloyatining tog'li hududlarida tashkil etilgan. Qizig'i, Husanov 18-mart kuni bo'lib o'tgan mashg'ulot oldidan jurnalistlarga bergan intervyusida aynan to'yi haqidagi savolni ochiq qoldirgan edi. Ma'lumotlarga ko'ra, Husanovning nikoh to'yi 27-may sanasiga belgilangan. Katta to'yga Manchester City futbolchi va xodimlari taklif etilishi mumkin. Eslatib o'tamiz, avvalroq Husanovga taniqli funksioner Ulug'bek Asamboyev to'yona sifatida qimmatbaho avtomobil sovg'a qilgan edi. Kanalimizni kuzatib boring va obuna bo'lishni unutmang.